Assalamu alaykum, hürmetlik anlıqçılar. Bugün Kamal Hisamidinov'ның Momamның şifalık doğruları degan kitabını o'qishni davomlashtiramiz. Bugungi tema nas. Nas. Ba'zilar bu odam xiyoliga kelgan narsani yezib beribdi-da deyish mumkin. Biroq men xiyolimga kelganila qog'ozga tushirishni emas, hech bo'lmaganda biror odamning jini aram olsun degan fikrda bo'ldim. Balki yozganlarimdan biror yerimi ba'zilarning ko'ngliga yoqmasligi mumkin. Hokimjon ismli bir yigitning har ikki ko'zi glaukoma og'rig'i bilan tutilib qoldi. Qaddi qomati kelishgan qovul yigitning bu fojiasi xeylisini echindirdi. Og'riqxonalarda yotdi. Tabiblarga ko'rindi. Lekin hech narsa davo bo'lmadi. Keyingi yillari Moskvada ana shundoq bemorlarni davolash bo'yicha maxsus kelinkilik og'riqxona ochilibdi. Buni anglab, ayoli bechora umid bilan Moskvaga qarab yo'l oldi. Hokimjonlar Moskvaga berib kepti deb anglab, hol so'rash maqsadida ularning uyiga bordik. Doktorlari to'limi siliq, mehribon odamlar ekan, deydi hokimjon minnatdorlik bilan. Nihoyat jiddiy, bizcha aytganda erinmay tekshirishdan o'tkazdi. Mening qon besimim yuqori. Shu bahona bilan operatsiya qilishga jur'at qila olmadi. Boshqa dori bermadimi? Kül ilashtirilmagan nas bilan sumbul yildizni aralashtirib, yumshoq ezib, pura dedi. Hokimjon cho'ng umid bog'lagan doktorlarning gapiga dastlab tushunmadim. Uyga kelib uzoq o'ylandim. Hamma farazlar bilan taxminlarni tahlil qildim. Nasvalmu, sumbulmu burundagi shilliq pardaga yetganda odam majburiy yo'sinda tush ko'radi. Uningdan boshqa yana nima karomati bor? Odam uningsizmi tush ko'radi? Ko'p o'yladim. Hammaga ma'lumki, tush ko'rganda odamning butkul organizmi kuchlanadi. Qattiq tush ko'rish tufayli hatto ba'zilarning burnidan qon chiqib ketishi ehtimol. Ba'zida ko'zdan yosh chiqib ketadi. Demak, glaukoma bilan og'riyotgan odam uchun bu jarayon foydali bo'lsa kerak. Qattiq va yenib tush ko'rganda qon tomirlari, kilitkalar harakatga keladi. Shuning bilan tomirlar ochiladi. Yosh bo'lsa, yo'llardagi axlatlarni elib chiqib ketadi. Ketib qolgan nerv talalari harakatga kelishi cho'qim. Demak, uning bilan odam dardiga davo topadi ekanda degan qarorga keldim. O'g'u shundoq. Biroq kül aralashtirmay tayyorlagan nasni qo'shing degani qandoq gap? Zodi aqlim yetmaydi. Chunki men bola mezgilimda bovamning qeri qozoq og'inlarining uyida nasval yasash jarayonini o'z ko'zim bilan ko'rgan. U buvaylar tamaki yupurmig'ini havonchida so'qib, talqonlab, andin chakandini ko'ydirib, külini aralashtiratdi. Bu birinchi sortliq nasval hisoblanadi. Undaq bo'lsa, kül aralashtirmay yasalgan nasval qandoq bo'ladi? Voy ukam, u osonlashqu, dedi mo'may miyiqida kulib. Tamakini haq suyida to'xtatib, andin quritib so'qsa, nasval oson tayyor bo'ladi. Mana sizga kül aralashtirilmagan nasval. Hokimjonga men bu usulni so'zlab berdim. Lekin shahardan nasvalga kerakli materialni tepib berish mening qo'limdan kelmadi. U ikki ko'zi ko'rmasa, nadin izlab topsin? Har holda texi amdila 50 ning yuzini ko'rgan odam dunyoning rohatini ko'rmay, uyga yipsiz bog'lanib o'ltirdi. Bugungi anglitishimiz mushu yergacha bo'lsin. Keyingi qitimliq anglitishimizda ko'rishaylik. Salomat bo'ling.